2016-2017 yillarda kompaniya zamonaviy yirik sexni foydalanishga topshirdi. 2018-yilda Germaniyaning Rehau kompaniyasi bilan xalqaro hamkorlik yo'lga qo'yildi. 2019-2020-yillarda Biko brendi ishga tushirildi va respublika bo'ylab bir nechta filiallar ochildi. 2021-2022-yillarda mijozlar ishonchi ortib, ISO 9001 sertifikati qo'lga kiritildi. 2023-2025-yillarda innovatsiyalar va modernizatsiya natijasida kompaniya bozordagi yetakchilardan biriga aylandi. Biko kompaniyasining eshik va oynalari nafaqat uylarni, balki shahar qiyofasini ham bezab, zamonaviy me'moriylikni ajralmas ramziga aylandi. U har bir fasadda mukammallik va nufuz timsoliga aylandi. Biko kichik ustaxonadan katta yutuqlargacha.